Assalomu alaykum akalar. Mana bugun 12-aprel. Limon ekaman degan dehqon akalarimizga mana 3 yashar ko'chatlarimiz bor, hosilga kirgan mana. Tuvaklab qo'yilgan. Garantiyali, ishonchli ko'chatlar akalar. Ekaman degan dehqon akalarimiz bo'lsa aloqaga chiqib qolasizlar akalar. Yağda 1,5 yosh ko'chatlarimiz bor akalar. Bir yarım yosh ko'chatlar mashqlar. Garantiyali, ishonchli bular ham. 30 ming so'm ozmoq tushib beramiz akalar. Bular ham oldi gullashni boshlab, hosilga kirishni boshladi akalar mana. Ishonchli ko'chatlar. Aloqaga chiqib ko'rasizlar.